Salom aziz tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizni juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuga qaratmoqchiman. Hozirda ko'pchilikni tashvishga solayotgan, har bir pensionerning cho'ntagi va kelajagiga bevosita ta'sir qiladigan yangiliklar haqida gaplashamiz. Bugundan boshlab pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kuchga kirdi va agar siz bu haqda bilmasangiz, darhol o'z to'lovlaringizni tekshirishingiz shart. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun mutlaqo zarur va uni bilish sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam berishi mumkin. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya oluvchilar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozir esa kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi, keling, avvalo tizim avval qanday ishlaganiga bir nazar tashlaylik. Yillar davomida pensiya hisoblash va to'lash mexanizmlari o'ziga xos tarzda amalga oshirilib kelingan. Asosiy e'tibor ish staji, oylik maosh va belgilangan bazaviy hisoblash miqdorlariga qaratilardi. Har yili odatda inflyatsiyani hisobga olgan holda pensiyalar ma'lum bir foizga indeksatsiyalanar edi. Ammo bu indeksatsiya ko'pincha real inflyatsiyadan ortda qolib, pensionerlarning xarid qobiliyatini saqlashda qiyinchiliklar tug'dirar edi. Ba'zi hollarda esa pensiya miqdori uzoq yillar davomida o'zgarishsiz qolib ketishi ayrim kategoriyadagi fuqarolarning pensiyalari boshqalarnikiga nisbatan nomutanosib ravishda kam bo'lishi kuzatilardi. Masalan, ayrim kasb egalari yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud bo'lsa-da, ulardan xabardor bo'lmaganlar yoki hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtira olmaganlar bu imtiyozlardan foydalana olmas edi. Pensiya hisoblash formulasi esa ko'pchilik uchun tushunarsiz, murakkab bir tizim bo'lib qolgan edi. Bu esa haqli ravishda ko'plab savollarni keltirib chiqardi. Endi esa eng muhimiga o'tamiz. Bugundan boshlab nimalar o'zgardi? Hukumat qarori bilan pensiya tizimida bir qator tub islohotlar amalga oshirildi. Asosiy e'tibor pensiyalarning adolatli taqsimlanishini ta'minlash, ularning miqdorini oshirish va hisoblash mexanizmlarini shaffoflashtirishga qaratildi. Birinchi va eng muhim o'zgarish bu pensiya hisoblashdagi eng past chegara miqdorlarining sezilarli darajada oshirilishidir. Endi minimal pensiya miqdori yashash minimumiga yaqinlashtirildi. Bu esa kam ta'minlangan pensionerlar uchun juda katta yordamdir. Ikkinchidan, ish stajining hisoblashda ba'zi o'zgarishlar kiritildi. Bu esa ayniqsa norasmiy sektorda ishlagan yoki ish stajida uzilishlar bo'lgan fuqarolar uchun foydali bo'lishi mumkin. Uchinchidan, pensiyani qayta hisoblash tartibi soddalashtirildi va endi pensionerlar o'z to'lovlarining to'g'riligini mustaqil tekshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. To'rtinchidan, pensiya to'lovlarini olish usullarida ham qulayliklar yaratildi. Jumladan, naqd pulsiz to'lovlar va uyga yetkazib berish xizmatlari yanada kengaytirildi. Bu o'zgarishlarning barchasi pensionerlarning turmush darajasini oshirishga va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas, keling, bu o'zgarishlarni batafsil tahlil qilamiz. Avvalo, kim uchun bu o'zgarishlar eng muhim? Bu birinchi navbatda minimal pensiya oluvchilar, ya'ni eng kam pensiya miqdori belgilangan fuqarolar uchun juda muhim. Ular bugundan boshlab sezilarli darajada ko'proq mablag' olishni boshlaydilar. Shuningdek, ish staji bo'yicha to'liq stavkaga ega bo'lmagan, lekin ma'lum bir minimal stajga ega bo'lgan fuqarolar ham o'z pensiyalarida ijobiy o'zgarishlarni kutishlari mumkin. Nogironlik pensiyasi oluvchilar va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun ham yangi hisoblash mexanizmlari joriy etildi. Bu esa ularning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Endi kim tashvishlanishi kerakligi haqida. Aslida har bir pensioner o'z pensiya miqdorini qayta tekshirishi kerak. Chunki yangi qoidalar individual hisoblashlar natijasida har bir shaxs uchun turlicha o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Balki siz ilgari hisobga olinmagan, qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lgandirsiz yoki stajingiz to'liq hisoblanmagandir. Ayniqsa, yaqinda pensiyaga chiqqanlar yoki yaqin oylarda chiqishni rejalashtirganlar yangi qoidalarni diqqat bilan o'rganishlari shart. Chunki ularning pensiya miqdori avvalgi hisoblashlarga nisbatan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Shuningdek, o'zining pensiya hisobi bo'yicha shubhalari bo'lgan har qanday shaxs pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va batafsil tushuntirish olishi tavsiya etiladi. Kimga tashvishlanish shart emas.
Agar sizning pensiya miqdoringiz avval ham yuqori bo'lgan bo'lsa va u yangi minimal chegara miqdoridan ancha oshib ketgan bo'lsa, sizning pensiyangiz sezilarli darajada o'zgarmasligi mumkin. Biroq bu sizning pensiyangiz umuman o'zgarmaydi degani emas. Ba'zi hollarda yangi indeksatsiya mexanizmlari tufayli sizning ham pensiyangizda kichik ammo yoqimli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun baribir o'z to'lovlaringizni bir marta tekshirib qo'yish ortiqcha bo'lmaydi. Bu xuddi avtomobilingizning texnik ko'rigidan o'tkazishga o'xshaydi. Har doim yaxshi natija kutasiz, lekin har ehtimolga qarshi tekshirib qo'yish muhim. Keling, bir nechta aniq real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Minimal pensiya oluvchi Maryam xola. Maryam xola 62 yoshda eri vafot etgan, farzandlari chet elda ishlaydi. Uning ish staji atigi 12 yil bo'lgan. Avval u minimal pensiya olardi. Deylik, bu miqdor 60 ming so'm atrofida edi. Yangi qonunchilikka ko'ra minimal pensiya miqdori keskin oshirildi va endi taxminan 800 ming so'm tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, Maryam xolaning pensiyasi bir zumda 200 ming so'mga ko'paydi. Bu uning uchun juda katta yordam, chunki hozirgi narxlar oshishi sharoitida bu qo'shimcha mablag' dorilar, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovlar uchun juda asqotadi. Maryam xola endi har oy o'ziga biror narsa sotib olishga, hatto nabiralariga kichik sovg'a qilishga ham imkon topadi. Bu o'zgarish uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Uning holatida hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmaydi, chunki o'zgarishlar avtomatik tarzda joriy etiladi. Ammo agar u biror shubhaga ega bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi mumkin. Misol 2. Ish staji uzilishga uchragan Olim aka. Olim aka 62 yoshda ertalabdan kechgacha ishlagan, lekin ish stajida 5 yillik uzilish bo'lgan. Eski tizimda bu uzilishlar uning pensiya hisobiga salbiy ta'sir ko'rsatar va u to'liq stajga ega bo'lgan tengdoshlariga nisbatan kamroq pensiya olardi. Deylik, uning pensiyasi 970 ming so'm bo'lgan. Yangi qonunchilikka ko'ra ish stajini hisoblash tartibi soddalashtirildi va endi bunday uzilishlarga nisbatan yondashuv o'zgardi. Muayyan sharoitlarda, masalan, agar uzilish vaqtida u yashash minimumidan kam bo'lmagan daromadga ega bo'lgan va o'z hissasini to'lagan bo'lsa, norasmiy sektor orqali bo'lsa ham bu davrlar ham stajga qo'shilishi mumkin. Natijada Olim akaning pensiyasi qayta hisoblanib 1 ming so'mga yetishi mumkin. Bu 1 ming so'mlik farq uning uy xo'jaligiga, masalan, gaz yoki elektr energiyasini to'lash uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Biroq Olim aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zining barcha hujjatlarini agar mavjud bo'lsa, norasmiy ishlagan davrlari haqidagi ma'lumotlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Misol, uch boquvchisini yo'qotgan oilaning nafaqasi. Mohira opa 45 yoshda eri vafot etgan. U 2 voyaga yetmagan farzandi bilan qolgan. U boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olardi. Deylik, bu miqdor bolalar soniga qarab 170 million so'm edi. Yangi qoidalarga ko'ra boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari miqdori ham oshirildi va ularni hisoblashdagi minimal ko'rsatkichlar qayta ko'rib chiqildi. Endi Mohira opaning nafaqasi 20 ming so'mga oshishi mumkin. Bu qo'shimcha 200 ming so'mga farzandlarining maktab xarajatlari, kiyim-kechaklar yoki sog'ligini tiklash uchun juda kerak bo'ladi. Bu o'zgarish oilaning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan va ularning og'ir iqtisodiy sharoitlarda yordam berish uchun mo'ljallangan. Mohira opa ham o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar va farzandlarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z nafaqasining qayta hisoblanishini so'rashi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar har qanday tizimda bo'lgani kabi, pensiya tizimida ham ba'zi istisnolar va suv osti toshlari mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan xalos qilishi mumkin. Bu narsalar haqida hamma ham bilmaydi, lekin ekspert sifatida men sizga ularni ochib berishni o'z burchim deb bilaman. Birinchi istisno bu maxsus sharoitlarda ishlagan fuqarolar. Masalan, konchilar xavfli ishlab chiqarishda band bo'lganlar yoki uzoq shimoliy hududlarda ishlaganlar uchun alohida pensiya hisoblash qoidalari mavjud. Yangi qonunchilikda bu toifa fuqarolar uchun imtiyozlar saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Hatto oshirilgan bo'lishi ham ehtimol. Ammo bu imtiyozlar avtomatik tarzda hisobga olinmasligi mumkin. Siz o'z ish joyingizdan tegishli hujjatlarni, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz shart.
Agar siz bunday sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz va bu hujjatlar pensiya ishingizda yo'q bo'lsa, darhol ularni to'plash chorasini ko'ring. Bu hujjatlar sizning pensiya miqdoringizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ikkinchi qaltis jihat bu norasmiy daromadlar va to'lanmagan ijtimoiy sug'urta badallari. Ba'zi fuqarolar norasmiy ravishda ishlagan va ularning ish staji pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida aks etmagan bo'lishi mumkin. Ilgari bu davrlar umuman hisobga olinmas edi. Yangi qonunchilikda bu borada biroz yumshoqroq yondashuv joriy etilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu hali ham aniq va isbotlangan hujjatlarni talab qiladi. Masalan, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan bo'lsangiz va belgilangan soliq va badallarni to'lagan bo'lsangiz, lekin bu pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida aks etmagan bo'lsa, siz bankdan to'lov qog'ozlarini olib, ularni taqdim etishingiz kerak yoki ba'zi hollarda guvohlarning ko'rsatmalari ham qisman hisobga olinishi mumkin. Ammo bu juda noyob holat. Shuning uchun barcha to'lov hujjatlaringizni saqlashga odatlaning. Uchinchi nozik nuqta bu pensiya to'lovlarining jamlangan ko'rinishi. Ba'zi fuqarolar bir nechta pensiya turini olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya va nogironlik bo'yicha nafaqa. Yoki ular bir nechta oila a'zosi bo'yicha boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olishlari mumkin. Ilgari bu turdagi pensiyalar har doim ham to'liq jamlangan holda to'lanmas edi yoki ularni jamlashda ma'lum cheklovlar mavjud edi. Yangi qoidalarga ko'ra bunday jamlash imkoniyatlari kengaytirilgan bo'lishi mumkin. Agar siz bir nechta pensiya turiga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan bu haqda aniq ma'lumot olishingiz shart. Ular sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, maksimal darajada foyda olishingiz uchun maslahat berishlari kerak. Bu sizning umumiy daromadingizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. To'rtinchi holat bu qayta hisoblashning vaqti. Pensiya qayta hisoblashlari avtomatik tarzda amalga oshirilishi aytilgan bo'lsa-da, amaliyotda ba'zi kechikishlar yoki xatolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun agar siz o'z pensiyangizda o'zgarishlarni kutayotgan bo'lsangiz va ma'lum bir muddat o'tib ham o'zgarish bo'lmasa, bu sizning tashabbusingiz bilan murojaat qilish uchun signaldir. Kutib o'tirmang. Faollik ko'rsating va pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta hisoblash natijalarini so'rang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga aniq ma'lumot berishga majbur. Agar ular rad javob bersa yoki tushuntira olmasa, yozma ariza bilan murojaat qiling va javobni ham yozma ravishda talab qiling. Bu keyinchalik sizning huquqlaringizni himoya qilishda asos bo'lishi mumkin. 5-nozik nuqta bu turli xil ijtimoiy to'lovlar va imtiyozlarning pensiya bilan o'zaro aloqasi. Pensiya oluvchilar ba'zi hollarda boshqa ijtimoiy himoya dasturlari bo'yicha ham to'lovlar olishlari mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya, bepul dori-darmonlar yoki sanatoriy kurort yo'llanmalari. Ba'zi hollarda pensiya miqdorining oshishi bu turdagi imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni siz endi ularni olish huquqini yo'qotishingiz mumkin yoki ularning miqdori o'zgarishi mumkin. Bu juda muhim nuqta, chunki ba'zi pensionerlar uchun bu imtiyozlar pensiyaning o'zidan ham muhimroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasidan va mahalliy hokimiyat organlaridan barcha mavjud ijtimoiy dasturlar haqida to'liq ma'lumot oling va pensiyangizning o'zgarishi ularga qanday ta'sir qilishini aniqlang. Bitta daromadning oshishi boshqasini yo'qotishga olib kelmasligi kerak. 6-nuans bu pensiya jamg'armasi xodimlarining malakasi va axborotga egaligi. Yangi qonunlar va qoidalarni o'rganish uchun xodimlarga ham vaqt kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda sizga noto'g'ri ma'lumot berilishi yoki savollaringizga to'liq javob bera olmasliklari mumkin. Bunday holatlarda birdaniga xulosa chiqarmang. Balki boshqa xodimga murojaat qiling yoki pensiya jamg'armasining yuqori organlariga, masalan, viloyat bo'limiga murojaat qiling. Hatto ishonch telefonlari orqali ham maslahat olishingiz mumkin. Eng asosiysi, o'zingizning huquqlaringizni to'liq bilish, ularni talab qilishdan cho'chimaslik. Praktik tavsiyalar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Bu o'zgarishlardan maksimal darajada foydalanish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz lozim? Birinchi qadam, o'zingizning pensiya miqdoringizni tekshiring. Eng oddiy va tezkor usul bu kartangizga kelgan to'lovlarni tekshirish. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, mobil ilova yoki bankomat orqali hisobingizga kelgan mablag'larni tekshiring. Agar naqd pulda olsangiz, pochta bo'limi yoki yetkazib beruvchidan aniq miqdorni so'rang. Agar sizning pensiyangiz
avtomatik tarzda oshirilgan bo'lsa, siz bu o'zgarishni darhol sezishingiz kerak. Agar o'zgarish bo'lmasa yoki juda oz bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ting. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizning pensiya miqdoringiz kutilgandek oshmagan bo'lsa yoki sizda savollar tug'ilsa, o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qiling. Bu eng ishonchli va to'g'ri ma'lumot manbai. Manzil o'zingizning mahallangizga eng yaqin bo'lgan pensiya jamg'armasi bo'limining manzilini internetdan yoki mahallangizdan bilib oling. Ish tartibi odatda ular ish kunlari soat 9 dan 17 gacha ishlaydi. Tushlik tanaffusini hisobga oling. Oldindan telefon orqali bog'lanib, qabul vaqtini aniqlashtirish tavsiya etiladi. Uchinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasiga borganda sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 1. Pasport asl nusxasi va nusxasi. 2. Mehnat daftarchasi asli nusxasi va barcha sayfalarning nusxasi. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Agar u yaroqsiz holatda bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash yoki arxiv ma'lumotnomalarini olish chorasini ko'ring. O't. Pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Tet. Nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, agar sizda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki bolalarga qaramoqlik uchun qo'shimcha to'lovlar bo'lsa. O'tgan 5 yil davomidagi eng yaxshi 5 yillik ish haqi haqidagi ma'lumotnoma ish joyingizdan yoki arxivdan olinadi. Bu ma'lumot pensiyani hisoblash uchun juda muhim. Agar bir nechta ish joyingiz bo'lgan bo'lsa, barcha ish joylaringizdan bunday ma'lumotnomalarni olishga harakat qiling. 6. Bank hisob raqami haqidagi ma'lumotnoma. Agar siz pensiyani bank kartasiga o'tkazishni istasangiz. Agar siz maxsus sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, masalan, zararli ishlab chiqarishda bu sharoitlarni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. 8. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz. 4-qadam, yozma ariza yozing. Pensiya jamg'armasiga borganingizda o'z savollaringizni yoki pensiyangizni qayta hisoblash bo'yicha iltimosingizni yozma ravishda bayon eting. Ariza namunasi odatda pensiya jamg'armasida bo'ladi. Agar bo'lmasa oddiy qog'ozda quyidagicha yozishingiz mumkin. Kimga? O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasi viloyat tuman shahar bo'limi boshlig'i familiyasi, ismi, otasining ismiga kimdan? Sizning familiyangiz, ismingiz. Otasining ismingiz, pasport seriyasi va raqami. Sizning pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzili, sizning to'liq manzilingiz, telefon raqami, sizning aloqa raqamingiz, arizaman, sizning familiyangiz, ismingiz, otasining ismingiz. Tug'ilgan yilingiz, yilda tug'ilgan fuqaro. Pensiya turi, masalan, yoshga doir pensiya oluvchiman. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaror raqami va sanasi. Agar bilsangiz, bilmasangiz, yangilangan qonunchilikka muvofiq pensiya to'lovlarida amalga oshirilgan o'zgarishlar munosabati bilan o'zimning pensiya miqdorimni qayta hisoblashni va bu boradagi aniq ma'lumotlarni taqdim etishingizni so'rayman. Shuningdek, meni qiziqtirgan savollarga javob berishingizni va yangi qoidalar pensiyamga qanday ta'sir etishini tushuntirishingizni iltimos qilaman. Kerakli hujjatlarni ilova qilaman yoki talab bo'yicha taqdim etaman. Sana imzo familiyangiz, ismingiz. Arizaning 2 nusxasini tayyorlang va bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring. Ikkinchi nusxasiga esa qabul qilinganligi haqida belgi, shtamp va sana qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz rasman ro'yxatdan o'tganligini isbotlaydi. 5-qadam, javobni kuting va harakat qiling. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddatga ega bo'ladi. Odatda 15 ish kuni. Agar shu muddat ichida sizga javob kelmasa yoki berilgan javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu Adliya vazirligining bir darcha markazlari, xalq qabulxonalari yoki hatto virtual qabulxonalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Unutmang, sizning huquqlaringiz qonun bilan himoyalangan. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar har bir pensioner uchun juda muhimdir. Ba'zilar uchun bu pul masalasida sezilarli yengillik bo'lsa, boshqalar uchun esa o'z huquqlarini bilish va ulardan foydalanish imkoniyatidir. Bu ma'lumotni bilish nafaqat sizning, balki oilangiz, yaqinlaringiz va mahallangizdagi boshqa pensionerlarning ham hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun men sizdan yana bir bor iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'rib chiqqaningizdan so'ng pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z pensiyangizni tekshiring.
Bu sizning haqqingiz va siz bu huquqdan foydalanishingiz shart. Bugungi videodan qanday xulosalar oldingiz? Sizningcha bu o'zgarishlar qanchalik adolatli? Pensiyangizda o'zgarishlar bo'ldimi? O'z fikr va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning izohlaringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalimizda sizni shu kabi muhim va foydali ma'lumotlar bilan muntazam ravishda tanishtirib boramiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Sog' salomat bo'ling, salom aziz tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizni juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuga qaratmoqchiman. Hozirda ko'pchilikni tashvishga solayotgan, har bir pensionerning cho'ntagi va kelajagiga bevosita ta'sir qiladigan yangiliklar haqida gaplashamiz. Bugundan boshlab pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kuchga kirdi va agar siz bu haqda bilmasangiz, darhol o'z to'lovlaringizni tekshirishingiz shart. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun mutlaqo zarur va uni bilish sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam berishi mumkin. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya oluvchilar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozir esa kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalo tizim avval qanday ishlaganiga bir nazar tashlaylik. Yillar davomida pensiya hisoblash va to'lash mexanizmlari o'ziga xos tarzda amalga oshirilib kelingan. Asosiy e'tibor ish staji, oylik maosh va belgilangan bazaviy hisoblash miqdorlariga qaratilardi. Har yili odatda inflyatsiyani hisobga olgan holda pensiyalar ma'lum bir foizga indeksatsiyalanar edi. Ammo bu indeksatsiya ko'pincha real inflyatsiyadan ortda qolib, pensionerlarning xarid qobiliyatini saqlashda qiyinchiliklar tug'dirar edi. Tasavvur qiling, siz 20 yil oldin pensiyaga chiqqansiz va o'shanda olgan pensiyangiz sizga nisbatan qulay yashash imkoniyatini bergandir. Ammo hozirgi narx-navo bilan o'sha pulga nimalar olish mumkin? Aytaylik. Avvallar 1 kilogramm go'sht narxi 40 so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 2x yoki 3x so'mga yetgan. Pensiyangizning oshishi esa bu narxlar ortidan qo'yishi qiyin bo'lgan. Ba'zi hollarda esa pensiya miqdori uzoq yillar davomida o'zgarishsiz qolib ketishi, ayrim kategoriyadagi fuqarolarning pensiyalari boshqalarnikiga nisbatan nomutanosib ravishda kam bo'lishi kuzatilardi. Masalan, ayrim kasb egalari yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud bo'lsa-da, ulardan xabardor bo'lmaganlar yoki hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtira olmaganlar bu imtiyozlardan foydalana olmas edi. Pensiya hisoblash formulasi esa ko'pchilik uchun tushunarsiz, murakkab bir tizim bo'lib qolgan edi. Bu esa haqli ravishda ko'plab savollarni keltirib chiqardi. Pensionerlar ko'pincha qanday qilib o'z pensiyalarining miqdorini aniqlashlari mumkinligini bilishmas edi. Bu esa noaniqlik va ishonchsizlikni keltirib chiqarar edi. Endi esa eng muhimiga o'tamiz. Bugundan boshlab nimalar o'zgardi? Hukumat qarori bilan pensiya tizimida bir qator tub islohotlar amalga oshirildi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi mamlakatda ijtimoiy adolatni ta'minlash, pensionerlarning turmush farovonligini oshirish va ularning xarid qobiliyatini real inflyatsiya sharoitlarida saqlab qolishdir. Asosiy e'tibor pensiyalarning adolatli taqsimlanishini ta'minlash, ularning miqdorini oshirish va hisoblash mexanizmlarini shaffoflashtirishga qaratildi. Birinchi va eng muhim o'zgarish bu pensiya hisoblashdagi eng past chegara miqdorlarining sezilarli darajada oshirilishidir. Endi minimal pensiya miqdori yashash minimumiga yaqinlashtirildi. Bu esa kam ta'minlangan pensionerlar uchun juda katta yordamdir. Bu nafaqaxo'rlar uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Ikkinchidan, ish stajini hisoblashda ba'zi o'zgarishlar kiritildi. Bu esa ayniqsa norasmiy sektorda ishlagan yoki ish stajida uzilishlar bo'lgan fuqarolar uchun foydali bo'lishi mumkin. Masalan, norasmiy ishlagan davrlarni tasdiqlovchi ba'zi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, endi ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchidan, pensiyani qayta hisoblash tartibi soddalashtirildi va endi pensionerlar o'z to'lovlarining to'g'riligini mustaqil tekshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ya'ni pensiya jamg'armasiga murojaat qilish orqali o'z pensiya hisoblash formalari va ma'lumotlari bilan tanishishlari mumkin. To'rtinchidan, pensiya to'lovlarini olish usullarida ham qulayliklar yaratildi. Jumladan, naqd pulsiz to'lovlar va uyga yetkazib berish xizmatlari yanada kengaytirildi. Bu ayniqsa qariyalar va nogironlar uchun juda qulaylik yaratadi. Ular endi bankka yoki pochtaga borish uchun
vaqt sarflashlari shart emas. Bu o'zgarishlarning barchasi pensionerlarning turmush darajasini oshirishga va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Hukumat ijtimoiy sohaga katta e'tibor qaratib, pensionerlarga g'amxo'rlikni kuchaytirmoqda. Asosiy qism 1 nimalarni bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas keling. Bu o'zgarishlarni batafsil tahlil qilamiz. Avvalo, kim uchun bu o'zgarishlar eng muhim? Bu birinchi navbatda minimal pensiya oluvchilar. Ya'ni eng kam pensiya miqdori belgilangan fuqarolar uchun juda muhim. Ular bugundan boshlab sezilarli darajada ko'proq mablag' olishni boshlaydilar. Tasavvur qiling. Ilgari sizning bir oylik minimal pensiyangiz kommunal to'lovlar va eng zarur oziq-ovqat mahsulotlaridan ortmas edi. Endi esa yangi qoidalar tufayli sizning xarid qobiliyatingiz sezilarli darajada yaxshilanadi. Bu esa sizga shaxsiy ehtiyojlaringizni qondirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, ish staji bo'yicha to'liq stavkaga ega bo'lmagan, lekin ma'lum bir minimal stajga ega bo'lgan fuqarolar ham o'z pensiyalarida ijobiy o'zgarishlarni kutishlari mumkin. Ya'ni agar sizning stajingiz deylik 20 yil emas, balki 25 yil bo'lgan bo'lsa, ilgari siz juda kam pensiya olgan bo'lishingiz mumkin. Hozir esa stajga nisbatan yangi yondashuv tufayli sizning pensiyangiz ham oshishi ehtimoli bor. Nogironlik pensiyasi oluvchilar va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun ham yangi hisoblash mexanizmlari joriy etildi. Bu esa ularning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu toifadagi fuqarolar odatda qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lishadi va bu o'zgarishlar ularga juda asqotadi. Endi kim tashvishlanishi kerakligi haqida. Aslida har bir pensioner o'z pensiya miqdorini qayta tekshirishi kerak. Chunki yangi qoidalar, individual hisoblashlar natijasida har bir shaxs uchun turlicha o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Balki siz ilgari hisobga olinmagan qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lgandirsiz yoki tajingiz to'liq hisoblanmagandir. Masalan, ba'zi kasblar uchun yoki ayrim mintaqalarda yashash uchun qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Ammo siz bu haqda bilmagan bo'lishingiz mumkin. Ayniqsa, yaqinda pensiyaga chiqqanlar yoki yaqin oylarda chiqishni rejalashtirganlar yangi qoidalarni diqqat bilan o'rganishlari shart. Chunki ularning pensiya miqdori avvalgi hisoblashlarga nisbatan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirgan bo'lsangiz va u hali tayinlanmagan bo'lsa, sizning pensiyangiz yangi qoidalar bo'yicha hisoblanadi. Shuningdek, o'zining pensiya hisobi bo'yicha shubhalari bo'lgan har qanday shaxs pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va batafsil tushuntirish olishi tavsiya etiladi. Esda tuting, bu sizning haqqingiz va siz o'z pensiyangizni qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Kimga tashvishlanish shart emas. Agar sizning pensiya miqdoringiz avval ham yuqori bo'lgan bo'lsa va u yangi minimal chegara miqdoridan ancha oshib ketgan bo'lsa, sizning pensiyangiz sezilarli darajada o'zgarmasligi mumkin. Masalan, agar sizning pensiyangiz 2 million so'mdan oshiq bo'lsa, yangi minimal pensiya miqdorining 800 ming so'mga ko'tarilishi sizning pensiyangizga bevosita ta'sir qilmaydi. Biroq bu sizning pensiyangiz umuman o'zgarmaydi degani emas. Ba'zi hollarda yangi indeksatsiya mexanizmlari tufayli sizning ham pensiyangizda kichik, ammo yoqimli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni har yili pensiyalarning inflyatsiyaga qarab oshirib borish tartibi yanada adolatli va real inflyatsiyani hisobga olgan holda amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun baribir o'z to'lovlaringizni bir marta tekshirib qo'yish ortiqcha bo'lmaydi. Bu xuddi avtomobilingizning texnik ko'rigidan o'tkazishga o'xshaydi. Har doim yaxshi natija kutasiz, lekin har ehtimolga qarshi tekshirib qo'yish muhim. Axir ortiqcha pul hech kimga ziyon qilmaydi. Keling, bir nechta aniq real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bugungi videodan qanday xulosalar oldingiz? Sizningcha bu o'zgarishlar qanchalik adolatli? Pensiyangizda o'zgarishlar bo'ldimi? O'z fikr va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning izohlaringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Chunki ular o'zlarining shaxsiy tajribalari bilan bo'lishlari mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalimizda sizni shu kabi muhim va foydali ma'lumotlar bilan muntazam ravishda tanishtirib boramiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim, chunki bu bizga ko'proq odamlarga yordam berish imkonini beradi. Sog' salomat bo'ling va o'zingizning huquqlaringizni biling.